Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, chorva ishqibozlari, mana bugun xudo xolasa Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan navbatdagi yangi partiyadagi qo'nojilarimizdan kelgan. Xudo xolasa hammasi sog'lom, sifatlari o'ta ham a'lo darajada. O'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Narx-navolarni juda ham yengil qo'yib beramiz. Hammasi qisir qo'nojilarimiz. Soni 19 bosh. Hozir bir qator yurish-turishlarini narx-navolar bilan tanishtiramiz. Birortasini biror joyda aybi nuqsoni yo'q. 10 oylik 1 yasharlik atrofidagi qo'nojilarimizdan. Hammasi sog'lom. Manzilimizni qaytarib o'taman. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar. 19 yosh qisir qo'nojilarimizdan. 10 oylik 1 yashar atrofida. Mana bir qator hammasini yurish-turishlarini qanaqangi bo'ladi? Juda ham maksimal o'rtacha darajada olinadi. Hammasi sog'lom. O'zimizning esni qo'nojilarimizdan. Qisir qo'nojilar olib borib yemga boqaman degan ko'kalarimiz ham, olib borib sigir qilishga ham, olib sotadigan ko'kalarimiz ham bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa hammasi sog'lom. Sifatlari o'ta ham a'lo darajada. Narx-navolarga keladigan bo'lsak, son 19 bosh ichidan eng arzonini 19 million so'm qilib beramiz. Eng arzon narximiz 9 million so'm. Mana shularning ichidan o'zimiz ajratib beramiz. Bitta, ikkita oladigan ko'klarimiz o'zimiz ajratib beramiz. Pul yengil narx-navosi shunaqa. Ichidan bitta, ikkitasiga 9 million so'mdan. Ichidan yoqqanini tanlab olaman degan ko'kalarimizga 10 million 200 ming so'mdan yoqqanini tanlab olishadi. 10 million 200 ming so'mdan. Hurmatli aka-ukalar, aytilayotgan narx-navolar oxirgi berib yuboriladigan summalari. Shunga qarab aloqaga chiqsangiz yaxshiroq bo'lardi. Kecha kunda kelgan qo'nojilarimizdan ham sotildi. Yana yangi partiyada qo'nojilarimizdan kelgan. 10 million 200 ming so'mdan yoqqanini tanlab olasizlar. Hozir hammasini bir joyda ham juda ham chiroyliroq narx-navo qo'yib beramiz. Hammasini bir joyga olaman degan ko'kalarimizga 19 boshni 9 million 650 ming so'mdan berib yuboriladigan oxirgi summasi. 9 million 650 ming so'mdan. Hurmatli aka-ukalar, oxirgi berib yuboriladigan summasi. Undan pastiga ishimiz bitmaydi. Shunga qarab aloqaga chiqsangiz yaxshiroq bo'ladi. Variantga, nasiyaga savdomiz yo'q. Faqat naqd pulga. Nasiyaga savdo yo'q. Hammasi sog'lom. Qisir qo'nojilarimizdan olib borib yemga boqishga ham. Savdogar akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Hammasi sifatli. Olib borib sotaman degan ko'klarimiz ustida xudo